Sevgili O'zbekistondan salom do'stlar. Aydar aloqada. Barchani 9-may bilan tabriklayman. G'alaba kuni bilan yoki mamlakatimizda qabul qilinganday xotira va qadrlash kuni bilan. Shu bahonada sizga o'z misolimda o'zini bank xodimi deb tanishtirib, sizning pulingizni o'zlashtirmoqchi bo'lgan firibgarlarni qanday aniqlash mumkinligini ko'rsatmoqchiman. Aynan shu oyning boshida, ya'ni 1-may kuni bir yigit menga telefon orqali qo'ng'iroq qildi va o'zini bank xodimi deb tanishtirib, raqamga kelgan SMS kodini aytishni so'radi. Bu kim ekanligini darhol angladim va telefonimizdagi suhbatimizda misol ham keltiraman. Ammo buni amalga oshirishdan oldin, keling sizga bunday odamlarni tanib olishga yordam beruvchi ikkita asosiy qoidani aytib o'tay. Chunki hamma ham videoni oxirigacha tomosha qilmaydi. Shunday qilib, birinchi qoida: agar siz Turkiy yoki Eron xalqlari vakili bo'lsangiz va turkiy yoki tojik tilida gapirsangiz, unda bu firibgarlarga nisbatan ustunligingiz bor. Chunki sizga qo'ng'iroq qilayotgan qalloblar sizning tilingizni o'rganishga ongi yetmaydi. Shuning uchun ular sobiq Sovet mamlakatlaridan kelgan odamlarning aksariyati rus tilini bilishdan foydalanishadilar. Va bu ularning xatosi. Chunki sobiq Sovet mamlakatlarida birinchi o'rinda o'z ona tilini biladigan odamlar bankka ishga olinadi. Rus tilini bilish esa qo'shimcha bilim sifatida ijobiy qabul qilinadi. Aksincha emas. Agar siz Turkiy yoki Eron xalqlarining vakili bo'lsangiz, bankdan qo'ng'iroq qilishganda faqat ona tilingizda gaplashing. Agar bank xodimi sizning tilingizda gapira olmasa, unda bu shubhasiz firibgar. Men biroz keyin bunga misol keltiraman. Shunday qilib, ikkinchi qoida: agar bir kishi o'zini bank xodimi deb tanishtirsa va sizdan biror bir shaxsiy ma'lumotni so'rasa, unda unga hech narsa aytmang. Umuman hech narsani. Chunki sizning barcha ma'lumotlaringiz allaqachon bank ma'lumotlari bazasida mavjud. Bank xodimi mijozdan biror bir ma'lumotlarni talab qilish huquqiga ega emas. Agar bank xodimi plastik kartangizdagi raqam yoki telefoningizdagi SMS kod haqida ma'lumot berishni so'rasa, bu shubhasiz firibgar va uni og'zingizga kelgan so'zlar bilan urishingiz kerak. Yoki men yaxshi ko'rganday, kulgu uchun unga noto'g'ri ma'lumotlarni bering. Faqat unga tasodifan haqiqiy ma'lumotlarni bermang. Shunday qilib misollarga kelaylik. Men O'zbekiston fuqarosiman va odatda o'zbek tilida gaplashaman. Mening ismim Nurmuhammedov Aydar Ilhomovich. Pasport bo'yicha biroz boshqacharoq. Aydar Nurmuhammedov Ilhom o'g'li. Qanday talaffuz qilayotganligimni diqqat bilan tinglang. Ilhom o'g'li. Endi mening sharifimni u qanday talaffuz qilayotganligini tinglang. Ilhom молодой. Ilhom o'g'li. Ilhom молодой. Bu yerda u o'zini bildirib qo'ydi. Men juda ko'p bankirlarni ko'rganman, lekin mening sharifimni bu tarzda aytadigan odamni hech qachon. Men albatta u bilan u nima deyishini bilish uchun rus tilida gaplashdim. Chunki u menga o'zbek tilida javob bera olmadi. Keyin u mening nomimdan kimdir kredit olishga harakat qilayotganligini aytib, meni qo'rqitishga harakat qildi. С вами связывается Агробанк. Меня зовут Расулов Тимур, специалист кредитного отдела. Нам поступило заявление от вашего имени сегодняшним числом на оформление онлайн-микрозайма. Уточните, пожалуйста, заявление вы самостоятельно подавали? Нет, я не подавал заявление о микрозайме. Правильно, но у нас эта заявка подана от вашего имени сегодняшним числом через мобильное приложение Агар Мобайл. Более того, в заявлении указаны ваши паспортные данные, серия, номер документа, подтверждение, что эти действия совершается именование. Единственное, то, что вызвало подозрение по этой заявке, почему мы с вами связались, так эта заявка была подана по адресу из города Бухара. Бухара находится? Я нахожусь в Гульстане. Я вас услышал. U menga SMS xabarlarining tarixini ko'rishni so'radi va iloji bo'lsa, SMS orqali hech kim mening raqamimdan foydalana olmasligi uchun barcha SMS xabarlarimni o'chirishni so'radi. СМС-уведомление о том, что вы участвуете, например, в розыгрыше, выиграли машину, квартиру, либо что-то подобное. Такие СМС-уведомления являются вредоносными, их нельзя хранить у себя на мобильном устройстве. Сразу же нужно удалять. Таким образом, мошенники пытаются завладеть персональной информацией у клиента банка, чтобы в дальнейшем совершить манипуляции. Убедительная просьба: в таком случае удаляйте эти СМС-уведомления, чтобы они не хранились на вашем мобильном устройстве. Bu ahmoqgarchilik. Chunki bunday qilib, hech kim sizning telefon raqamingizdan foydalana olmaydi. Albatta, agar siz spamga kirib, u yerdagi shubhali havoladan shubhali saytga o'tmasangiz. Telefoningiz xotirasi to'lib ketgan bo'lsa ham, shunchaki media ma'lumotlarni o'chiring. Ammo SMSlarni hech qachon o'chirmang. Chunki SMSlar ko'p xotira egallamaydi va kelajakda bu ma'lumotlar siz uchun juda foydali bo'lishi mumkin. Keyin u qaysi bankdan foydalanayotganligimni so'radi.
Bunday holatda odatda karta raqami yoki karta orqasidagi 3 ta raqam so'raladi. Ammo bu holatda u bu ma'lumotlarni so'ramadi. На данный этап времени уточните, пожалуйста, где ваш паспорт? Он не утерян? Не украден? Может быть, где-то забыли? Кому-то Нет, нет, передавали? нет. Паспорт у меня в комнате, в сейфе. Вас услышал. Хорошо, подскажите, пожалуйста, вы впервые столкнулись с этой ситуацией? Да, у меня раньше таких не было. И если не ошибаюсь, я вроде не являюсь клиентом Агробанка. У нас указывает совершенно другая информация, что по вашим данным не было пройдена регистрация в Агромобайле. Открыта карта и впоследствии подано заявление на получение онлайн-кредита. Карта была открыта ХУМО с окончанием 5997. Bu holatda men omanim keldi. Lekin agar sizdan bunday ma'lumotlar so'ralsa, unga hech qanday ma'lumotlarni bermang. Shuningdek, gaplashayotganda yoki kreditni yopish uchun shubhali havoladan o'tishingizni so'rashi mumkin. Bunday operatsiyalarni havola yoki telefon orqali amalga oshirish mumkin emas. Ushbu amallar odatda bankka borib qilinadi. Bank xodimlari bunday operatsiyalarni havolalar va karta raqamlari haqida ma'lumot olmasdan amalga oshirishlari mumkin. Chunki ular siz haqingizda to'liq ma'lumotlarga ega va siz tomonidan hech qanday shaxsiy ma'lumotlar talab qilinmaydi. Faqat ha yoki yo'q degan rozilik bersangiz bo'ldi. Ammo keyin hech qanday majburiyatlarsiz. Firibgarlar ular bank xodimi bo'lganligi uchun ular uchinchi shaxs emas va ularga ma'lumotlaringizni berishingiz mumkin deyishi mumkin. Ammo bu yolg'on va ahmoqgarchilik. Так, мне поступила информация с кредитного бюро, непосредственно присутствует информация касаемо того, что по вашим данным также открыта карта в Ава-банке, подскажите, клиентом Ава-банка вы ранее были когда-нибудь? Я о таком банке впервые слышу. Первый раз в таком случае. Я вас услышал. Там у вас открыта карта была, опять же, платежной системы, также ХУМО карт. Если вы утверждаете, что карту вы не открывали, в таком случае вам должны будут сотрудники Ава-банка направить информацию о закрытии данной карты. Номер телефона. В виде смс-уведомления. Вы с смс-уведомлением ознакомиться сможете, если что? А вы имеете в виду код подтверждения? Но вам поступит номер заявки на активацию этой карты. Да, вам нужно будет его себе сохранить, записать, чтобы он у вас был. Также мне его продублировать. Я тогда проинформирую сотрудника АВА о том, что карту нужно немедленно закрыть. Нет, я вот это делать не могу как раз. Я вот как раз из банков мне сообщили, что подобную информацию сообщать нельзя. Если вы хотите, я могу сам заглянуть в эти банки. Так вы не сообщаете это никому, кроме сотрудников банка. Да, но... Ваш указывается в каждом смс-уведомлении, что нельзя никому сообщать эту информацию. Третьим лицам нельзя сообщать. Да. Третьи лица — это друзья, знакомые, коллеги, родственники. Это третьи лица. Банк является первым лицом, вы вторым лицом. Да, просто в самом банке мне объяснили, что подобные вещи нельзя сообщать даже сотрудникам банка по телефону. Это можно... Я вас услышал. В таком случае, если вам так удобнее, если вы не хотите, вы закрывайте сами карту. Хорошо? До свидания. До свидания. Albatta, men uni masxara qilishda davom etmoqchi edim, lekin 10 daqiqa yetarli deb o'yladim. Bunday odamlar asabni sarflashga arzimaydi. Ularni jimgina masxara qiling. Noto'g'ri ma'lumotlar berish yoki shunchaki vaqt cho'zib o'tirish yetarli. Agar siz shunchaki men sizga ishonmayman deb qo'ng'iroqda o'chirsangiz, bu ularga hech nima qilmaydi. Ular shunchaki boshqa qurbonga o'chishadi. Ammo siz ularni masxara qilsangiz, ular odamlar aqlli bo'lib qolgan deb o'ylashadi va bunday narsalarni qiladigan odamlar kamroq bo'ladi. Aytmoqchi bo'lgan gaplarim shu. Tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. O'zingizga va o'zingizda hamyonlaringizga ehtiyot bo'ling. Xayrlashmaymiz.